Katarakta kasalligi eng ko'p qaysi kasb vakillarida uchrashini bilasizmi? Bu kosmonavtlar bo'lib, koinotda radiatsiya darajasi baland bo'lgani uchun katarakta uchrash xavfi oshib ketadi. Katarakta ko'z kasalligi bo'lgani bois, keling avval ko'z qanday ishlashini tushuntirib beramiz. Ko'z olmasi atrof muhit tasvirini miyaga o'tkazib beradigan sezgi organi bo'lib, uni xuddi kameraga solishtirish mumkin. Ya'ni xuddi kameralar tasvirni kompyuter tushuna oladigan tilga o'tkazib berganidek, ko'z ham atrof muhit tasvirini miyamiz qabul qila oladigan nerv signallariga aylantirib beradi. Odatda kamera linzalar va sensorlardan tashkil topgan bo'ladi. Linzalar tasvirni bir joyga yig'ib, uni sensorga o'tkazib beradi. Sensorlar esa tasvirni signallarga aylantirib beradi. Ko'zda ham xuddi shunday bo'lib, faqat linzalar o'rnida shoh parda va ko'z gavhari, sensor o'rnida esa ko'z to'r pardasi xizmat qiladi. Katarakta kasalligida esa aynan shu linzalardan biri, ya'ni ko'z gavhari xiralashib qoladi. Natijada insonning ham ko'rishi xiralasha boshlaydi. Ko'z gavhari qattiq va shishasimon jism bo'lib, u bir tekis va zid joylashgan shaffof oqsillardan tashkil topgan. Turli tashqi omillar ta'sirida bu oqsillarga zarar yetadi va ular o'z shakli va xususiyatini o'zgartiradilar. Bu xuddi tuxum oqini pishirganda uning shaffofligi borgan sari kamayib, oqarib borishiga o'xshaydi. Tuxum oqi ham, ko'z gavhari ham oqsildan tashkil topgan hisobga olsak, bu juda yaxshi o'xshash ekanligini tushunishimiz mumkin. Ko'z shifokori kataraktani tashxislash uchun oftalmoskop deb nomlangan tekshiruv moslamasidan foydalanadi. Ko'z gavhari xiralashiga olib keluvchi omillarga tabiiy qarish jarayoni, qonda shakar miqdorining yuqori bo'lishi, quyoshning ultrabinafsha nurlari ta'siri, spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlari iste'moli, qon bosimini baland bo'lishi va deksametazon kabi steroid dori vositalarini ko'p ishlatish kabilar kiradi. Katarakta kasalligini oldini olish uchun esa quyosh nurlaridan asrovchi ko'zoynaklar taqish, vitamin C, vitamin E, lyutein va zeaksantin kabi moddalarga boy mahsulotlar iste'mol qilish, yetarlicha suv ichish, qon bosimi va shakar miqdorini nazoratga olish, har 6 oyda ko'z shifokori ko'rigidan muntazam o'tib turish tavsiya etiladi. Siz bilan Med 36 jamoasi bo'ldi. Keyingi ko'rsatuvlargacha sog' bo'ling.